Assalomu alaykum obunachilar va tomoshabinlar. Bitta savol keladi hayollaringizga. Bu qanaqa ahvolda? Mana bu-chi. Shunaqa savol keladi. Bundan oldin 3 minutlik video olgandim, mana shunaqa kuyib ketdi. Endi o'chib ketibdi. Qaytib olishga qaror qildim. Tozalab bitirmadim, vaqt ketadi deb. Shunga endi boshlayman. Mana chakkini ichiga nima qo'ydik, aralashtirish kerak. Nima deydi uni? Rayhon aralashtirish kerak. Aralashtirdim ya'ni. Mana yaxshilab ezib zar qotganda ezdim. Demak, boshladik. Chekka qo'yamiz hozircha. Endi boshlaymiz. Ketdik. Aytgancha, bu sizlar o'ylagan narsa emas, ana bu. Bu shakl sizlar o'ylagan narsa emas. Bunaqa deb o'ylamanglar. Bu просто мороженое shakli. Shunaqa qilishga intilibman. Bu sizlar o'ylamanglar unaqa deb. Shunaqalar qiluvdim. Bu videoga o'chib ketibdi. 3 minut o'rgandimi? 3 minut vaqtim ketgandi. Mana tayyor. Birinchisi tayyor. Chetga qo'yamiz. Mana. Bu aytgancha buni ismi qurut tayyorlaymiz. Aytmabman ismi. Ketdik. Ataylab chetga chiqolmam mana. Voy. Nima bo'ldi bu? Mana gulcha qilishga harakat qilyapman. Qilib tayyor bo'lgandan keyin tushsin-da, yopishib qolmasin. Ayniqsa bunisi. Mana bunisi ayniqsa yopishib qolmasin, tagiga chiqsin-da tayyor bo'lgandan keyin. Ana bunga e'tibor bermanglar. Просто korobkaga qo'yganman telefonni. Qo'yadigan narsa yo'q. O'rtasiga sig'adimi bitta. Ana tayyor. Shuncha qoldi. Hozir bironta nimadir topaman-da. Keyin nima qilamiz? O'zi ham zo'r narsa topdim-da. Ko'rinmayapti-ku. Mana zo'r narsa topdim o'zi. Mana shunchaginaga. Kattaligini qarab,
kattaligini qaranglar. 3 ta dona qo'yamiz endi. Hadiyadik. Mana shuncha qopda. Mana qoldi shuncha. Ketdik. Mana sizlarga o'ylamanglar dedim. Bunaqa narsani. Ovqatli yeydigan narsa bu. Endi bittami, ikkitami qoldida ichiga. Mana bitta katta. Bu narsaga ham e'tibor bermaydi. O'zim qitiq yeb, salpal yeb. Yo'qmi? Hamma shunaqa ko'rdi. Voy, qo'limga chiqib qoldi. Mayli. Oshxonamga ketdi. Bu yo'q. Ko'ramiz, tashlab yuboramiz. Ko'ramiz. Buni ham morozinnikka qo'yib yuboraymi? Qo'yaman buni ham. Mana katta plastmas idishga shunchagina sig'di, bemalol sig'di. Mana ko'rayotganingizdek. Hop, endi morozinnikka qo'yamiz. Mana morozinnikka qo'yamiz. Shuncha narsa bor. Endi ichini ko'rsataman sizlarga. Bor uzr. Mana ko'rsa topman endi. Bularga e'tibor bermanglar. Mana. Hozir yana bittasi qolib ketibdi. Ikkitasi. Mana. Endi setka ichidagi qoldiqlari yaxshilab tiklaymiz. Omad lekin qotsin. Tezroq qot, tezroq. Shunaqa gap. Kutamiz. Mana shu soat 11 bo'lsa, olishi mumkin 12 da yoki ertaga. Ertaga bo'lsa ham bo'ladi. To'g'rimi? Obunachilar. Mana kim yegan mana shunaqa? Hamma yegan manimcha. Yeb bitiramiz mana shuni. O'zimcha asmer qilibman. Aytgancha, kim kurtni yaxshi ko'rsa, kommentariyaga yozsin. Mana buni ham kim yaxshi ko'rsa, kommentariyaga yozsin. Kommentariyada javoblarni kutaman. Hammaga xayrli kun, hurmatli obunachilar va tomoshabinlar. Soat ertalabki 11. Biz ketamiz. Bu nima kechtiribdi demayli. 10 soat ertalabki 4da turdim. Oy, sekin. O'sha ana sharloqqa qurtimiz. Kecha tayyorlovdik mana shuni.
esinglarda bo'lsa, mana hozir bir sizlarga ko'rsataman. Men uchib ketibdi ertalab olgan videoyim. Kechasi. Mana o'sha fotomiz. Mana. Afti yoqmayapti sizlarga. Mani o'zim yasadim. Mana mani yoqmayapti. O'zim yasadim chunki shuni. Qattiq qo'yaman. Mana buni qarang. Shunchalik ham katta bo'ladi. Qani yeb ko'ramiz. Hamma yaxshi. Ko'rinishini bilmayman, lekin hamma yaxshi. Kommentariyada kutaman. Hafta yoqdimi sizlarga? Yo'q. Hamma zo'r lekin. Hamma gap yo'q. Shunaqa obunachilar. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashaylik. Obunani bosinglar, tomoshabinlar, obunachilar, laykni bosinglar. Ayamasdan layk. Xayr.